kimlar kelib kimlar ketmadi komandamga. Orqa orqadan eshitaman, men ketdim, endi biz manga qila olmaydi, men ketdim, bu oila olomdi. Yo'q qizlar, ishoninglar, bunaqa emas, rizq Alloh beradi. Men oldin shunaqa deb o'ylardim, va ketdi, nima bo'ladi? Yo'q. Qo'lim, oyog'im butun ekan, tanam menga bo'ysunmayotgan ekan. Men ishlab, yana o'zimni tiklab, daromadlarimni oshirsam oshiraman, orzularimni ro'yobga chiqarsam ro'yobga chiqaraman, hech qachon taslim bo'lmayman. Shu uchun sizda ham shunaqa qiyin vaziyatlar bo'layotgan bo'lsa, taslim bo'lmang. Alloh g'oyibdan yetkazadi, o'zingiz bilmay qolasiz, o'zingiz tushunmay qolasiz. Shu uchun qizlar, mana 35 million, 40 million chiqadi-ku, men uchun shunchaki og'izda aytiladigan summalar, lekin kimlar bu uchun 1 yillab, 2 yillab ishlashadi. Inshaalloh mayli, shu biznes orqali rizqini berayotganiga ming shukr deyman. To'g'ri, oson deb aytmayman. Katta energiya, katta kuch, negativlarni ichiga yutish, minnatdor bo'lmaydigan shogirdlarga ko'z yumish oson emas, lekin oldida maqsadi yuksak bo'lgan insonga bu narsa shunchaki